yashashni xohlardim. Xo'p, sababi birinchidan o'zi taqqoslaganda masalan O'zbekiston xavfsiz davlat. Xavfsizlik bo'yicha ajratmasam top 16-o'rinda tursa kerak, yana ham bilmadim, aniq. Masalan, men tanishlarim Flexga borib, Flexda 1 yil o'qib kelganlar aytishadi, что ularni ko'z oldida odamlarni o'ldirib ketishgan. Mana shunaqa narsalar bor yoki Yevropani aytadigan bo'lsak, Yevropada ham o'zini qanaqadir yomon tomonlari bor. Shu hamma joyga borsa ham baribir qanaqadir minus tomon bo'lishi mumkin demoqchiman. Конечно, xohlardim. Sabab? O'zi yurtimiz tinch. Baribir o'zbekchiligimiz bor-da. O'shuning uchun boshqa davlat tug'ilish xohlamasdim, O'zbekiston tug'ilish xohlardim. O'zbek bo'lib. Hozir mana ko'pchilik bilan suhbatlashyapman. Ko'pchilikning fikri boshqacha, nabrot ketmoqchi yoki boshqa davlatda yashamoqchi bo'lyapti. Sizning fikringiz qanaqa bo'ldi? Yo'q, O'zbekiston baribir yaxshiroq. Bizda 4 ta fasl ham bor. Masalan, Hindistonda faqat issiq-ku. Ular qori ko'rmaydi. Bizda 4 ta fasl ham bor. Bizda даже martda ham qor ko'ramiz mana. Shu? Baribir O'zbekiston yaxshi-da.